İkinci bab. Efesdiki etiqatçılar cəmiyyətçiliğinin pəriştisiga mundaq yaz. O'ng qo'lida 7 yulduzni tutib, 7 oltin chirog'donning o'ttirisida mang'uvchi mundaq deydi. Sening amaliyatingni, tirishchanligingni, sabr toqatingni bilaman. Razil odamlarning qilmishlariga chidab turolmaydiganligingni, elchi bo'lmisimu o'zlarini elchi deb otvoganlarni sinab, ularning soxtaligini to'niganligingni bilaman. Shundaq, sen sabr toqat qilding. Manga e'tiqod qilganliging sabablik kelib chiqqan jafo mushaqqatga bardoshlik berding va hormiding. Lekin sana bir e'tirozim borki, u bo'lsimu mehr muhabbating dastlabkidan suslashdi. Shuning uchun qanchalik holatga tushib qolganligingga nazar sol, tavba qil va dastlabki amaliyatingni asliga keltir. Agar tavba qilmasang, men kelib chirog'diningni o'rnidan elib ketaman. Biroq sening bir ortiqchiliging borki, u bo'lsimu senmu manga o'xshash Nikolas tarafdorlarining qilmishlaridan nafratlending. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulug'ingda ching tut. G'alaba qiluvchilarga Xudoning jannatidagi hayotlik darg'ining mevalarini yeyish huquqini beraman. İzmirdagi e'tiqodchilar jamoatchiligining parishtasiga mundaq yoz. Tunji va oxirgi o'lib tirilguchi mundaq deydi. Sening azob oqibatlaringni va nobrodligingni bilaman. Lekin amaliyotda sen boy. O'zlarini Yahudi da'vogarlarning tuhmatlarini bilaman. Amaliyotda ular Yahudi emas, balki shaytonning guruhidiklardir. Kelgusida chekadigan azob oqibatlardan qo'rqma. Bilib qo'yg'inki, shayton oranglardan ba'zilarni yaqinda zindonga tashlatib sinamoqchi. Sizlar 10 kungacha qiynalasizlar. Toki o'lgicha menga sodiq bo'l. Shu chaqda men sana hayotlik tojini kiydiraman. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulug'ingda ching tut. G'alaba qilg'uvchilar ikkinchi o'limning ziyniga hargiz uchramaydi. Pergamodagi e'tiqodchilar jamoatchiligining parishtasiga mundaq yoz. Ikki bisliq o'tkir qilichi bor bo'g'uvchi mundaq deydi. Sening shaytonning taxti o'rnashgan yerda turadiganligingni bilaman. Shundaqdimi? Sen mening nomimga sodiq bo'lib kelding. Hatto orangdagi ishonchli guvochim Antipa mushu shaytonning makonida qatl qilingan kunlardimi menga e'tiqod qilganligingni inkor qilmading. Lekin sana bir e'tirozim bor. U bo'lsimu oranglarda Bilamning ta'limiga agashganlar bo'lmoqda. Bilam Balaq degan odamga Isroillarni butqa atab nazr qilgan go'shtni yeyish va jinsi axloqsiz qilishga ozdirishni o'rgatgan edi. Shuningga o'xshash, sizlarning oranglarda Nikolas tarafdorlarining ta'limiga agashganlarmi bor. Shuning uchun tavba qil. Undaq qilmasang, yeningga darhol berib, og'zimdagi qilichim bilan sana zarba beraman. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulug'ingda ching tut. G'alaba qiluvchilarga saqloqlik mannadan beraman. Ularga yana birdan aqtash va bu toshlarning ustiga yozilgan yangi bir ismni, ya'ni buni qabul qiluvchilardan boshqa hech kim bilmaydigan bir ismni
beriman. Tiatiradagi e'tiqodchilar jamoatchiligining farishtasiga mundaq yoz. Xudoning ko'zlari yolqilgan o'tqa va putlari parqiroq tuchqa o'xshaydigan o'g'li mundaq deydi. Sening amaliyatingni, mehr muhabbatingni, e'tiqodingni, ajringni va sabr toqatingni bilaman. Hozirgi amaliyatingning dastlabki amaliyatingdan eshib tushayotganligini bilaman. Lekin sana bir e'tirozim bor. U bo'lsa-mu, o'zini payg'ambar deb tonishtirgan Izabel ismli xotinga yo'l qo'yayotsan. Bu xotin xalqimga ta'lim berib, ularni jinsiy axloqsizlik qilishga va butqa atab nazir qilgan go'shtni yeyishga ozdirmoqda. Men uning tov qilishi uchun fursat bergan edim. Lekin u jinsiy axloqsizlikka tov qilishni xohlamadi. Endi uni eg'ir kasal qilib yotqizib etaman. Uning bilan zina qilganlar qilmishlariga tov qilmasa, ularni eg'ir azobga mubtalo qilaman. Uning farzandlarini ajallik kasal bilan halok qilaman. U chaqda butkul e'tiqodchilar jamoatchilariga kishilarning o'y fikri va qalbini yaxshi bilguchining o'zim ekanligimni bildiraman. Hamda har biringlarga qilgan amaliyatinglarga yarasha yondiraman. Lekin Tiatiradagi bu ta'limni qabul qilmagan va shaytonning atalmış cho'nqur sirlarini o'rganmagan sizlarga shuni aytamanki, o'zinglarda bor bo'lganni men kelgucha chin saqlanglar. Sizlarga buningdan boshqa talab qo'ymayman. Kim g'alaba qilsa, ya'ni amirlarimga oxirigacha amal qilsa, uningga butkul xalqlarga hokim bo'lish huquqini beraman. Mana bu otam menga bergan huquqqa o'xshash huquqdir. Zaburda yozilgandek, u ularni temir kaltak bilan boshqurib, sopol qochlarni urib chaqqandek tarmar qiladi. G'alaba qiluvchilarga yana tong yultuzni ato qilaman. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulg'inglarda chin tutinglar.